Hammaga salom, sizlar bilan Aniyuzbek va bugun biz sizlar bilan Robux'larni please donatda o'zinglarnikini sizlarga donat qilishlar uchun o'shani yaratish ko'rsam. Короче, qaranglar. Mana bu yerdagi pastdagi 3 tugmachali morga bosasizlar va bu yerda create degan tugmani bosasizlar mana. Tepadan kelib mana create degan tugmani bosasizlar. Xo'sh, endi tak pamlarni o'tiring. Xo'p. Start creating ga bosasizlar. Bla bla bla. Xo'p. Creationsga bosasizlar. Creationsda bunaqa narsa bo'ladi. Bosasizlar. Shuni o'yinga bosasizlar. Bosildi. Keyin tepadagi 3 ta tugmachani bosasizlar. Mana bu yerdagi. Bossanglar, bu yerda pastga tushib, passes degan joyni topishinglar kerak. Passesga bosasizlar. Hop. Create a pass bosasizlar. Nima bu rasm qo'ysanglar bo'ladi, agar xohlagan rasminglar, agar rasm qo'ymoqchi bo'lmasanglar, prosta rasmsiz ham bo'laveradi. Mana bu ismini yozasizlar, masalan, Ani Uzbekka obuna va nomni yozib tashlaylik. Bu create pass bosasizlar. Tak, paydo bo'ldi. Mana pass paydo bo'ldi. Endi buni please donatda necha pul Robuxligini, bu pass necha pul Robuxligini qo'yish uchun bosamiz. Bosdik, keyin tepadagi 3 ta chiziqchaga bossak, Sallesga kiramiz. Sallesga kirgandan keyin item for sale yoqamiz va necha Robux qo'yishimizni yozamiz. Masalan, men 3 Robux qo'yaman. Yo'q, 5 Robux qo'yaman, menga 3 Robux keladi. Chunki o'tgan videosida nimaganligini aytib berganman o'tgan videoyimda. Ko'rganlar biladi. Save changes bosasizlar. Product bo'ldi. Update pastdan chiqadi va endi bu yerdan chiqib biza please donate topishimiz kerak. Bu yangi akkaunt yechish uchun sizlarga ko'rsatib beraman telefondan atilabdan. Please donate. Yozasizlar, kirasizlar mana. Hop, o'ynashni bosasizlar. Tak. Keyin bundoq kelasizlar standga va bosamiz. Mana 5 Robux paydo bo'ldi. Shunaqa qilib xohlagancha Robuxlar qo'yib, o'sha joydan xohlagancha Robuxlar qo'yib, boshqalardan so'rashinglar bo'ladi. Masalan, please donate deb yozasizlar chatga mana. Ko'plar yozishadi. Endi seriyaga kirganimizga ko'rinmayapti. No, kimdirlar kelsa
yozginglar please donat deb sizlarga donat qilishadi. Mana 5 robuxinglar turgan bo'lsa, sizlarga donat qilishadi 5 robux va sizlarga robux bir hafta ichida keladi. Mayli, hammaga rahmat. Mana qanaqa qilib sizlarga robux donat qilishlari yo'lini ko'rsatdim. Mayli, hammaga rahmat.